Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdulillahi nahmaduhu va nasta'inuhu va nastaghfiruh va na'udzu billahi min shururi anfusina va min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Imom Ahmad masadlarida keltirilgan sahobalardan Ibn Amr Ruqali radhiyallohu anhu kunlarning birida Nabiy sallallohu alayhi va sallamning yonlariga kelib, "Ya Rasululloh, Alloh subhanahu va taolo hali osmon va yerni yaratmasdan turib, o'zi qayerda edi?" deb so'raganlarida, Janob Rasululloh aytadilarki, "Kana fi amma", bo'shliqda edi. So'ngra arshini suvni ustida yaratdi deya marhamat qiladi. Alloh subhanahu va taolo birodarlar, arshini suvni ustida yaratgandan keyin yaratgan narsalarning eng birinchisi qalam bo'ladi. Bunga hujjat qilib, Imom Buxoriydan kelgan hadisda sahobalardan bo'lgan Ibron ibn Husayndan rivoyat qilinadiki, kunlarning birida Yamanlik bo'lgan bir to'p odamlar Janob Rasulullohning yonlariga kelib, "Ya Allohning rasuli, sizni oldingizga dinni yaxshiroq o'rgangani keldik. Yaralishning eng avvalida nima bo'lgan edi? Mana shu narsani so'ragani keldik" deganlarida Janob Rasululloh aytadilarki, eng avvalo Alloh bor edi va undan avval hech kim bo'lgan emas. Va Alloh subhanahu va taolo arshini suvni ustida yaratdi va undan keyin koinotda sodir bo'ladigan barcha narsani zikrda, ya'ni Lahful Mahfuzda yozdi. Va undan keyin osmon, yer va boshqa mahluqotlarni yaratdi deya marhamat qiladi. Shunda Nabiy sallallohu alayhi va sallamdan yana so'rashadi: "Ya Rasululloh, Alloh subhanahu va taolo arshini suvni ustida yaratgandan keyin Lahful Mahfuzda nimani yozdi?" deb so'rashganlarida Imom Ahmad, Abu Dovud va Termiziy masadlarida kelgan sahobalardan bo'lgan Uboda ibn Somit radhiyallohu anhu dan rivoyat qilinadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytdilar: "Alloh subhanahu va taolo arshini suvni ustida yaratgandan keyingi yaratgan narsalarning eng birinchisi bu qalamdir. Alloh qalamni yaratgach, unga yoz deya amr qildi. Qalam esa nimani yozaman dedi. Shunda Alloh qalamga mana shu koinotda sodir bo'ladigan har bitta narsani yoz dedi. Ana shu lahzadan boshlab birodarlar, to qiyomatgacha koinotda sodir bo'ladigan har bitta katta yu kichik ishni qalam yozib qo'ydi." Yana Janob Rasulullohning sahobalaridan bo'lgan Abdulloh ibn Abbos va Abdulloh ibn Amr osdan rivoyat qilingan hadisda Alloh azza va jalla har bitta narsani yaratuvchi bo'lgan zotdir va har bitta ishga Alloh vakildir. Alloh subhanahu va taolo arshini suvni ustida yaratgach qalamni yaratdi va butun mahluqotlar taqdirini osmon va yerni yaratilishidan 50 ming yil avval yozib qo'ydi. Osmon, yer va boshqa mahluqotlarini 6 kunda yaratdi. Odamni esa 7-kunda yaratdi deya marhamat qilinadi. Imom Muslim rivoyati birodarlar. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan rivoyat qilingan hadisda bir kuni Janob Rasululloh qo'llarimni ushlab turib, Alloh subhanahu va taolo tuproqni shanba kuni yaratdi. Tog'larni bozor kuni yaratdi. Daraxtlarni dushanba kuni yaratdi. Kasallik va insonlarga yoqmaydigan narsalarni seshanba kuni yaratdi. Hayvonlarni payshanba, odamni esa juma kuni asrdan keyingi vaqtda yaratdi deya marhamat qiladi. Imom Ahmad va Imom Muslim rivoyat. Muhtaram birodarlar, Alloh subhanahu va taolo arshini suvni ustida yaratib, undan keyin qalamni yaratgach, hali osmon, yer va boshqa mahluqotlarning yaratilishidan 50 ming yil avval bularning taqdirini yozib qo'ydi. Va oradan 50 ming yil o'tib, 6 kunda osmon, yer va mahluqotlarini va 7-kun esa odamni yaratdi. Alloh subhanahu va taoloning birodarlar, bir-biridan go'zal bo'lgan ism sifatlari, cheksiz bo'lgan rahmati, tengi yo'q bo'lgan qudrati, karami va marhamati bor edi.
Va mana shu go'zal sifatlarini Alloh zohir qilishlikni, tanitishlikni xohladi. Arshini suvdi ustida yaratdi va undan keyin qalamni yaratdi. Qalamni yaratib bo'lgach esa Lahful Mahfuzda butun koinotda sodir bo'ladigan har bitta ishni yozdirib qo'ydi. Va oradan 50 ming yil o'tgach butun koinot, yer, osmon va barcha mahluqotlarini yaratdi. Farishtalarni nurdan, odamni tuproqdan, jinlarni esa o'tdan yaratdi. Mahluqotlarni yaratgach esa ularga biz bularni ibodat qilishlari uchun yaratdik deya amr qildi. Bandani yaratdi, mahluqotlarni yaratdi va ularga hozirgi o'zimiz guvohi bo'lib turgan barcha ne'matlarni berdi. Alloh subhanahu va taolo bularni barchasiga o'zini tanitdi, birodarlar. Butun koinotning yaratilishidan maqsad, birodarlar, Allohni tanishlik, go'zal sifatlarini tanishlik va nimalarga qodir ekanligini bilishlik bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Odam alayhissalomni yaratgach, inson bolasiga yer yuzini obod qiling degan vazifani yukladi. Chunki Odam alayhissalom yaratilishidan 2000 yil oldin yer yuzida Banijon degan jinlar jamoati bor edi. Ular ham xuddi bizlardek bir ummat, er-xotin, bir oila bo'lib yashashar edi. Ularning e'tiqodi va iymonlari ham kuchli edi. Allohga muqarrar bo'ysungan holatda ibodatda komil edilar. Ammo vaqti imkoniyati soati bilan bular haddan oshib, yer yuzida nohaq qonlar to'kib, buzg'unchilikni haddan oshirib, har turli gunohi kabiralarni juda ko'plab qilaverganliklari sabab Alloh subhanahu va taolo osmondan farishtalardan iborat bo'lgan katta bir qo'shinni tushiradi. Farishtalar yerga tushgach esa jinlar va farishtalar o'rtasida jang bo'lib o'tadi. Va mana shu bo'lib o'tgan jangda farishtalar jinlarni yakson qilib, ularni dengiz va okean orollariga qarata surib tashlashadi. Mana shu jinlarning ichida, birodarlar, Azozil degan bir jin vakili bor edi. Bu Azozil jini e'tiqodli, iymonli, nihoyatda bir ilmlisi edi. Hatto ba'zi bir rivoyatlarda 7 osmonning 7 darajasiga erishgan edi. Sobit qadamlik bilan Allohga ibodat qiluvchi jin edi deya zikr qilinadi. Alloh subhanahu va taolo mana shu Azozilni farishtalarga qo'shib qo'yadi. Va ana shu Azozil o'zidagi ilmi bilan hattoki farishtalarga ham imomlik qiladigan darajada bo'ladi. Va kunlarning birida Azozil farishtalarga imomlik qilib turar ekan, Jabroil alayhissalomni juda bir boshqacha sifatda ko'radi. Jabroil alayhissalom, birodarlar, o'sha vaqtda Azozil meni Robbimni zikr qilib turibdi-ku, uni so'zini bo'lmay deb, juda ham bir chiroyli ko'rinishda, xuddi bir bolakay otasidan nasihat eshitayotgan vaqtida qanday qo'llarni pastga tushirib, muloyim bo'lib tursa, Jabroil alayhissalom ham xuddi shunday muloyim ko'rinishda Azozilni eshitib turganini ko'radi-da, agar Alloh bo'lmasa, o'zim ham ilohlik darajasiga erishib qolibman. Allohning eng buyuk va qudratli bo'lgan farishtasi Jabroilni meni oldimda itoatda turishini qarang deya fikr qiladi. Alloh subhanahu va taolo har bir ishga qodir bo'lgan zotdir va har bitta qalblarni burib turguvchi zotdir, birodarlar. Azozil o'zini qalbidan ana shu fikrlarni o'tkazgandan keyin Alloh taolo aytadiki, ana u Banijon jamoatidan qolgan Azozilni qarang. Buni kibrga berilganligini qarang. O'zini ilohlik darajasiga erishib qolibman deb turganini qarang deydi-da, Allohning g'azabi qo'ziydi. Va barcha farishtalarni yig'ib turib ularga aytadiki, men yer yuzida o'zimni xalifamni yaratmoqchiman deydi. Xalifa degani bu, birodarlar, o'rinbosar degan ma'noni beradi. Ya'ni Alloh taolo farishtalarga men o'zimni o'rinbosarimni yer yuzida yaratmoqchiman deydi.